Uy-joyga qiziqish, qurilishga qiziqadigan barakali tomoshabinlari, obunachilar. Bugun biza shunday ajoyib qurilgan joyni reklamasındamiz. Ko'rib turgan joylaringizni, shunday elde fasad ishlarini, naves qiziq ishlarini barakali ustalar qilib bergan. Ishlar yakunlangandan keyin bu yerda sotuvga chiqdi. Umuman yashalmasda eldim. Kelinglar, men sizlarga shu ko'rib turgan ajoyib bir kislorodga boy, xo'sha hazat yashagan joylaringizni obzorini qilib bersam. Demek, ma'lumotni to'liq bersak, 2200 kvadrat bu yerda sotiladigan joyimizni 100% hujjatlari tayyor. Hamma kommunal tizimlarni ulangan, yuqori bosimli gaz alohida aytib o'tishimiz kerak. Chunki bu yerda Xanqa tumani ta'minlaydigan gaz katta bosimli turbaga o'tgan, shuni ulangan. Bandaylar garaj qismiga girishi, uyga girish qismi, aynalar qarasangiz aynalar eng sifatli aynalardan qo'yilgan. Yana 50 qismi arxivkalarni umuman eng qimmatlardan ishlatilgan. Alohida bank tarafda, o'ng tarafda giradigan yerimiz bor. Bank tarafiga girish qismi, o'ng tarafda, chat tarafda esa garaj, o'ng tarafda bog'a giradi va o'rtada xonaga giriladi. Ushbu binomizni alohida jihati bor. Yo'lning ustidan o'tgan odam bu yerni shu yerni qaraydi. Ya'ni bu terrasasi. Yo'lning ustida joylashganda bu alohida e'tibor tortadigan narsa terrasani bizning barakali ustalar qilgan. Qilib berib, masalan, ushbu terrasani o'zina 100 million so'm ketgan. Hozir obzorni gösteramiz. Baquvvat, chiroyli vajidan o'zgacha stilda chiqqan terrasamizda eng yaxshi materiallar ishlatilgan va qalin bruslar, strapila va lagalar, pol taxtalar eng qalinlari ishlatilgan. Hovli joyining ichida ikki etajdan iborat va alohida garajning ustida zalni ega. Birinchi etajda 7 xonasi bor. Hozir xonalarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Dalan 9.5 lik xonamiz bor. Chapda zalimiz bilan 9.5lik, spalni bayna alohida 4.5lik, kuxni 6.5lik ve birinchi etajında 2.4lik sanuzel va 2.4lik ve kotелxonasi bor. İkinci etajımızda bir qator obzorat gösterib o'tadigan bo'lsak, unda xuddi shunday o'lchamdagi xonalar bor va o'z sanuzellarına ega. Bundan girsak ham bo'ladi uyning ichine, baq tarafdan girsak ham yoki yo'lning ustidan girsak ham bo'ladi. Hamma tarafdan kirish qismi chiroylatib qo'yilgan. Demak, biz uyimizni girishli qismini boshlaymiz. Barakalisini pol taxtalari qalingandan ve kirish qismida alohida shestsekanlik qilingan. Bu endi ichki xona bilan tashqaridagi sovuqqa aralashib ketmaydiki, yazning gününde salqinlikni ta'minlab beradi. Giyma yerlerini koyamiz. Bir dalan. Dalan o'ng tarafda spalnimiz, chap tarafda zalimiz ve şundan ikinci etaja chiqib ketadigan yine xo'sh bir ishlangan puli ayalma, zinani, Xanqa ustalardan bitgan. Ban taraf yine kuxni, bani, sanuzellar. Böyle ikinci etaja chiqamiz. Balanddagi yaxshi, eshiklar ham yaxshi, yashalmay turgan yer birinchi qo'lda yine yashashi. Demak, yana ikkinchi etaja chiqdik. Bu yerda sanuzellarimiz, komnatalarimiz, zallarimiz, oilaviy vaqt o'tiradi yine ikinchi etaj zali. Aytganimdek, birinchi etaja bu to'g'ri shu razmerda qo'yilgan. Oilaviy tadbirlar uchun mo'ljallangan keng zalimiz. Bir yerni aytib o'tirishim kerak. Mijozimiz bizlarga barakali pol taxtama kelgan vaqtda o'zi bilasiz, pol taxtani 2lik, 2.5lik, 3lik, 1.5likda urilganlar. Yani oddiy pol taxta mesela ish joyingizni qilishingiz 3 million so'mga tushadigan bo'lsa, buniki 11 millionga tushganda. Pol taxta o'ta qalinga urilgan. 5lik pol taxta. Ben bir 1,5 yıldan bana mesela taxta bilan shug'ullansam, bir 2 marta ko'rganman uni. Pol taxta 5lik tartilishi. Odatda 5liklar bular teyini ishlatiladi. Polni teyini sozini ishlatiladi, laga strapilar ishlatiladi. Biridan to'liq nedan bo'lgan. 5lik pol taxtadan bo'lgan. Hozir bir dena qora kilonga döşalganini e'tiborimiz sababi remont tugagandan keyin bu yerdagi pol taxtalarning sifati qochib qolmasligi uchun qilingan. Bizi uyning egasi niyat etgan vaqtda bu yerda erganaklarni qo'yib, yana bilan zina qo'yish niyat etgan va pasa yozgi namizni kuxnini bu yerda qurish niyatida bo'lgan erlari bilan. Banda hozir tushgandan keyin ko'rsatamiz. Bog' tarafda yashab hazatib bir vaqt o'tiradigan hamma qulayliklarni qo'yish uchun yerimlar qo'yib ketirgan. Ya'ni keyingi egasi xudo xolasa davom ettirar. Alohida yana bir aytib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa bu otizni yoki ichan tarafda sug'orish ishlari uchun loyqa suva ulangan.
Yəni bir də görüb duran atızlarız. Arıqda gələn o su bilə suvarırlar əmməsi. Havlucayımızın afzəlliyi var da. Bu həm uycay oluşur ki, həm dərəmət mənbəyi oluşur mümkün. Çünki atızın uğlunu görsəyizlər, iş ödən bağın tərəfinə, yolun üstünə qaratıp kətdə bina çürüşsəyiz mümkün. Çünki hazır buğan və toyxananın əlində caylaşqan. Hazır sizlərə köçədə göstəriniz. Bu yer iş köçədə. Bu anda balıqxana, görüşxana, toyxana, yenə dükanlar var. Dükanlayanda yenə bir dükanla dikləsəyizlər var. Bağın tərəfləri cayıb oladı. Bağın tərəfləri quruluş dükanı, ya ki qaysidir dükan, ya ki xidmət göstərici mərkəz boş mümkün. Yine az bu elde bağın çıxışını göstərimiz yine. Tız ötük geldik uzun, lakin bu kadını göstermesek bu mesele sebebi az yine bana iş öden, yine iş öde çekti bu an hudut yine gördüğünüzler bir yerden bu zdanya değişti. Yani bir yerden başlasanız var, sana binalarınızın zdanyası içinde buladı. Elde hududu iş öden başlanır. Yani şöyle ellerinde asfalt atıb, atızlarını tək izləməli taxlaşdırıb bir yerdən kətdə yəni dərəmət mənbəyini işlədən başlasaslar bu oladır. Hərəkəli abunəçilərinin işlərinə amət. Bizə məsləhətimiz və təvsiyəmiz bu qaranqla. Kimdə yenə şunu satıladığın ya ki reklama elan veriş xidməti olsa kuruluşda bəlkə isə müraciət etsəniz sizə yardım verirlər düşünətib bunu bir pul təvsiyə verirlər özünü abunəçilərinə. Abone olub qoyun, bəlkəliyəsini güzətib barın, yaxşı caylarını və arzan kuruluş mahsulatları boyunca fəaliyyətləri sizlərə yaratıb baradır.